Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Men bunaqa kollagen yasab qo'yganman-da. Sizlarga ham life hack deydimi, shunaqa qilib o'rgatmoqchiman. Elektrik paylik suyak go'shtlar bo'ladi-yu. O'shalarni 9 soat, 10 soat qaynatib, keyin paylari ezilib pishib ketgandan keyin suyaklardan ajratib tashlab, keyin u go'shtlarni maydalab to'g'rab xolodez qilganman. Keyin sovutib men bunaqa одноразовый stakanchalarga solib qo'yganman. Buni har kuni biz ertalab och qorinda ichamiz, yeymiz. Ichmaydi, buni o'zi qotgan bu mana xolodez. Och qorinda yeymiz. O'zi ham bu foydalik bu. Hamma narsaga davo, oyoq og'riq, qo'l og'riq. Keyin yuzlarni tiniqlashtiradi. Hamma narsaga. Hozir odamlar bir dunyo pulga nimaga ko'chadan ximikatligini sotib oladi-yu. Biz buni uyda tayyorlaganmiz o'zimiz. Xolodez qilib. Rosa mazza. Agar xohlasa buni nimaga sayozroq tarelkaga solib, chesnoklar bilan qilib qo'ysa, chista xolodez bo'ladi. Men shunaqa qilib tayyorlab qo'yganman. Sizlarga maslahat beraman, men shunaqa qilib tayyorlab har kuni erta bilan yeyishinglarni. Yaqinlarim